Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun 2026-yil 30-iyun. Samarqandda, Oqdaryo tumanida sayohat degan joyga, xullas 120 kvadratli tomimizni boshlaganmiz. Bu orqamda ko'rinib turgan tomni o'tgan yili shu vaqtda adashmasam yopib berganmiz. Shu tomni yopib berganmiz konteyner mahsulotlarini. Hozir 1 yil bo'ldi shu ishimizga. Endi mana bu oldi tarafini yopib bering deb chaqirgan. Shu yerda Xudo xolasa cho'tka qilib mana bugun ertalabdan ishlarni aytib boshladik. Kan bilan Xudo xolasa necha kunda tugatamiz? Konkret qilib kommentariyaga yozmay qo'yinglar, negativchilar. Basenlarni ham qilib qo'yibdi dokamiz. Zax cho'milib ishlasinlar. Konteyner mahsulotlaridan biz ishlaymiz, o'zimiz ustamiz. Sizlar ko'rib turgan bu kanal ham shaxsiy kanalimiz. Bitta obunalik tugmachasini dirsida bosib, like bosib qo'yinglar. Ular kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Ustalardan apparatlar qo'lmash cho'k ishlaydi. Konteyner mahsulotlaridan ishimizga Xudo xolasa kachistasi garantiya bor. 4/4 hisoblanadi. Bu juda yaxshi bo'ladi ustalar. Shoma temirlar qimmatlab qo'ygan temirlarimiz darvozani ortida ko'rinmasin deb ko'chaga qo'yib qo'ydik, biroq ko'rmasin. Shunaqa ishlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, tominglarni cho'tka qilib, xohlagan figuralarni yopib berishga harakat qilamiz. Narxlari sredniy 210 ming so'm atrofida bo'lyapti. Bu yerda bu stilda yopilmaydi bu yer. Xo'sh, bu yer firmali bo'lib, loy bosiladigan bo'lib yopiladi. 8 ga 15,5 metr joyimiz. Like bilan obuna tugmachasini bosib qo'ying. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, issiqxona xizmatlarini ham cho'tka qilib tugatamiz. Xo'sh, Tayloqda o'zi kecha bitta ishimizni tugatib keldik. Bugun bu yerga kelganmiz, ertalabdan ishni boshladik. Temirlarimiz tayyor edi kelganimizda. Issiqxona, tom yopish xizmati kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Cho'tka qilib tugatib beraman ishlarni.